Eng katta muammolar ko'p gapirganing sababli sodir bo'ladi. Biroz kam gap bo'l. Hech qachon qarz so'rama, chunki qarz faqat boshqa qarzni keltirib chiqaradi. Bunday chuqurdan chiqish esa juda mushkul. Hayotingni boshqalarning hayoti bilan solishtirma. Shunchaki ertangi hayoting kechagidan yaxshiroq bo'lishiga intil. Hech qanday afsus o'tmishni o'zgartira olmaydi va hech qanday xavotir kelajakni o'zgartira olmaydi. Bajarishga ko'zing yetmayotgan va'dani berma. Shunda o'zingni ham, qarshingdagi insonni ham qiynamaysan. Zaiflik bildirmagan holda muloyim bo'l. Dag'allik bildirmagan holda kuchli bo'l. Tanqidlarga so'z bilan emas, natija bilan javob qaytar. Ayolni boshingga chiqarsang, uni senga past nazar bilan qarashdan boshqa chorasi qolmaydi. Bu dunyoda ikki insonning o'rtasida turishdan-da murakkabroq vazifa yo'q. Erishmoqchi bo'lgan yutuqlaring haqida emas, erishgan yutuqlaring haqida gapir.